Bir necha yil avval amerikalik model Loren Wasser tampon oqibatida kelib chiqqan toksik shok sindromi natijasida ikkita oyog'ini pastki qismi kesib olib tashlangan va oqibatda nogiron bo'lib qolgan. Bu holatga olib keluvchi sabab hayz vaqtida ishlatiladigan tamponlar hisoblanadi. Toksik shok sindromi organizmni mana shu ayrim bakteriyalarni ishlab chiqaruvchi toksini natijasida zaharlanish hisoblanadi. Bu bakteriyalar stafilokok yoki streptokok bo'lishi mumkin. Hayz qoni va mana shu qonni tamponda uzoq vaqt ushlanib turishi, bu hammasi bakteriyalarning rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratib beradi. Va bu bakteriyalar ishlab chiqaradigan toksinlar qonga so'rilib, organizmni zaharlashi mumkin. Toksik shok sindromi 100 mingta ayoldan bittasida uchraydi. Bu sizda uchramasligi uchun nima qilish kerak? Buning uchun har safar tampon qo'yayotganingizda va olayotganingizda qo'lingizni sovunlab yuring. Kechqurun uxlashdan oldin tampon ishlatmang va tamponni har doim, har kunlik emas, prokladka bilan almashtirib turib ishlating. Agar qanday yallig'lanish holatlari bo'lsa, albatta uni davolang. Bu video ko'plab ayollarga foydali bo'lishligi uchun yaqinlaringizga ulashib qo'ying.